Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Mana bugun gladiatorlarni chiqardik bugun. Baribir havo salqin, quyosh chiqdi. Hammasini chiqarmadim. Bitta chiqartibman. Hajjaningdan seni ömring uzoq bo'lsin. Buni bir 4 tepishtirib ko'rdim. Yosh jo'ja, o'ta yosh jo'ja. Oyog'ini uchunda yuradi hali. Mana bu bilan ikkisi ham bir-biridan o'tadi. Xullas, Telegramga bir 4 tepishtirib tashlab qo'ydim. Qiziqqa odamlar bo'lsa. Hali yoshda bular o'zini yig'ishtirib bu daraja. Bu hali go'sh ya bu top deganni bir tirnoqqa qildirib ushtirib ko'rmadik. Tirnoqqa qildirib xudo xolasa. Bu Toshkentdan Muzaffar ukamizdan kelgan. Muzaffar ukamiz Qozog'istondan kelgan. Yaqinda endi Muzaffarda aytishi bo'yicha Farhod aka shu buni otasini $5000 chiqibdilar, so'rabdilar dedimi, sotibdilar dedimi. Xullas aytgan gapi to'ppa-to'g'ri. Bu nimaga deganda bu ham juda ham qattiq o'ynadi-da. To'xtamasdan uradi, keltaklar ham yaxshi, liboy sposim uradi. Menga juda ham yoqdi, xudo xolasa. Avvalambor umri kunini bersin. Kelajagi bo'lsa, xudo xolasa. Endi biz boqib yurgandan keyin bilamiz-da, bir ozgina tepishtirib ko'rsak qanday xo'ras. Xullas, endi bular ikkisini bularni ikkisini urishtirib ko'rdim-da. Agar bularni bir sal o'rta miyani xo'roz qo'yib berganda, bu ham tezda. Bu ham tez o'ynaydi o'ta. Bu o'zimiz zotim, bu hanjar bu. Bu ham o'ta chiroyli narsa. Bu ham zo'r, xudo xolasa, ikkisi ham zo'r. Bahorda qo'shamiz bu. Xudo xolasa endi bir yaxshilab o'zini kelgandan yana bitta boqib, go'sh-po'sh berib, ozgina dixaniyalarini, o'pkalarini ochib o'yinlarni tashlab beraman xudo xolasa Telegram. Canavar oyog'im uchun deyiladi, oyog'im uchun. Hajjan, umring uzoq bo'lsin.